Bu Cobalt mashinasini pechkasini ventilyatori ishlamay qolgan, отказ berib qolgan. Biz unga ko'rishingiz mumkin, yangisini qo'yib berdik. Ya'niki mana shu joydan o'zini ochib, to'g'rilab qo'yib berdik. Endi xudo xolsa hozir bu yerda akkuratni qilib yopib joylashtirib beraman. Ko'rishingiz mumkin, hech joyi kesilmagan, sindirilmagan va tarpida ham yechilmagan. Xo'p, bunisini yechib olganimiz sababi ikkita paykaj qilib joy ko'tarilib qolgan ekan. Shuni hisobiga buni yechib, paykalarni joyiga qo'yib, yana qaytarib akkuratni qilib berdik. Buni ochishni oson yo'li, mana har bitta anosini ko'rishingiz mumkin, nuqtasini oxiriga qo'yib olib, yechsangizda qo'yishda oson bo'ladi. Agar buni ikkiga, bunisini esa oyoqqa, bunisini o'rtaga qo'yib qo'ysangiz, issiq o'rtasiga qo'yib qo'ysangiz, qo'yishda juda qiyin bo'ladi. Hech narsa to'g'ri kelmaydi. Kimga bu ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa, yokida Cobalt pechka ventilyatorni almashtirish kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsangizlar, xudo xolasa ishlarni sifatli qilib, tarpiddan yechmasdan, hech yerini o'ymasdan, qirmasdan xudo to'g'rilab beramiz.